Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh taoloning madadi bilan sizlar bilan Ramazonga tegishli bo'lgan bir kitobdan dars boshlagan edik. Bu kitobning sohibi Musalli Sheyx Xolid ibn Mahmud Jahani hafizahulloh. Sheyx mana bu kitoblarda Ramazonga tegishli bo'lgan masalalarni juda ham ko'p jamlagan. Alloh taolo qodir qilganchalik mana shu masalalarni o'rganib boramiz. Alloh taolo biz darslarimizni davomli qilsin. Mana bu kitobni Ramazon oyidan ertaroq boshlashimizdan maqsad Ramazon oyi to'rali masalalarni o'rganib Ramazon oyini kutib olsak, bu yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugun Jumadul Ulaning 19-kuni inshaalloh mana bu qo'limizda turgan kitobni Ramazon oyigacha tugatib yuborishga harakat qilamiz. Demak, Ramazon oyiga bugun Jumadul Ulaning 19-kuni bo'lsa, 3 oydan oshiqroq vaqt bor. Alloh taolo hammalarimizni shu Ramazon oyiga shu masalalarni o'rganib, Ramazonni chiroyli kutib olishga Alloh taolo hammalarimizni musharraf qilsin. O'tgangi darsligimizda Ramazonni fazilatlari haqidagi masalalarni dars qilib boshlagan edik. Biz to'xtagan joyimizdan darsimizni davom ettirib boshlaymiz inshaalloh. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفلت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاه من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. Mana bu hadis Imom Termiz rivoyat qilgan va Ibn Majah rivoyat qilgan va sahhahu al-Albani. Albani rahimahulloh mana bu hadisi sahih deganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: Qachon Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lsa, Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lsa, hammalarimiz kutgan 11 oy kutgan Ramazon oyining birinchi kechasi bo'lsa deyapti payg'ambarimiz. Hamma musulmonlar Ramazon oyini intizorlik bilan kutadi. 11 oy o'tgandan keyin Ramazon oyi keladi. Ramazonning birinchi kechasi deyapti payg'ambar alayhisalom. Birinchi kechasida sufidati shayotin, Alloh subhanahu va taolo shaytonlarni kishanband qilib qo'yadi. Va maradatul jin, va qaysar bo'lgan jinlarni ham Alloh subhanahu va taolo kishanband qilib qo'yadi. Maradatul jin. Mana shundan bir foyda olishimiz kerak. Ulamolar aytadiki, shaytonlar boshqa, jin boshqa. Qachon jinlar juda ham ko'p tug'yonga ketsa, iblisga yaqin askarga aylanadi. Mana shu bilan shaytonga aylanadi. Jinlar ko'p gunohlar qiladigan bo'lsa, iblisga yaqin askar bo'lib shaytonga aylanadi. Shuning uchun maradatul jin, qaysar bo'lgan jinlar ham kishanband qilinadi deyapti payg'ambar alayhisalom. Va g'ulliqatul abwabun nar, jahannam eshiklari yopilinadi. Falam yuftah minhal bab, ana jahannam eshiklaridan bironta eshik ochilmaydi. Va futihat abwabul janna, jannat eshiklari ochiq bo'ladi. Falam yughlaq minha bab, jannat eshiklaridan biron bir eshik qulflanmaydi. Va yunadi munadin, Ramazon oyining birinchi kechasida yunadi munadin, bir nido qiluvchi farishta nido qiladi. Aytadiki, ya baghiyal khayr, ey yaxshilikni xohlovchi inson, aqbil, Ramazon oyi keldi, yaxshiliklarga yuzlan deydi. Alloh subhanahu va taologa toat qil deydi. Namozlarda mustahkam bo'lgin, yaxshi amallarda mustahkam bo'lgin deb nido qiladi. Va ya baghiyal sharri, ey yomonlikni xohlovchi deb nido qiladi farishta. Ey yomonlikni xohlovchi, aqsir,
Ramazon oyi keldi, gunohlardan chetlan deb farishta nido qiladi. Valillahu taqau minan nar. Ramazon oyining birinchi kechasida hattoki oxirgi kechalarigacha Alloh uchun jahannamdan ozod bo'ladigan bandalar bo'ladi deydi payg'ambarimiz. Alloh taolo hammalarimizni ana shu jahannamdan ozod bo'ladigan bandalardan qilsin. Valizalika kullu layla. Payg'ambar alayhisalom mana shu har bir kechada bo'ladi deyapti. Mana shunday nido, mana shunday shaytonlar kishanband qilinishligi, jahannam eshiklari yopilishligi, jannat eshiklari ochiq bo'lishligi, farishtalar nido qilishligi va jahannamdan ozod bo'lishlik Ramazonning har kechasida bo'ladi. Valizalika kullu layla. Mana shu Ramazonning har bir kechasida bo'ladi deb payg'ambarimiz. Ulamolar mana bu hadisni sharhlashgan, ulamolarni sharhlarini ham zikr qilib keltirgan. Qolal ulamo, ulamolar aytadi, hadal hadis yahtamil anna ala zahirihi va haqiqatihi va anna zalika kulluhu alamatu lil malaikati lidukhul ash-shahr wa ta'zim hurmatihi liman'i shayatin min adal mu'minin. Ulamolar aytadiki, mana bu hadis zohiriga va haqiqatiga sharhlanadi deydi. Mana yuqorida hadisda qanday kelgan bo'lsa, mana shunday sharhlanadi deb ba'zi ulamolar shunday degan. Ramazon oyi kirishligi, Ramazon oyi kelishligi malaikalar uchun bir alomat bo'ladi. Mana yuqoridagi hadisda Alloh subhanahu va taolo shaytonlarga kishanband qiladi. Jannat eshiklarini Alloh taolo ochib qo'yadi, do'zax eshiklarini yopib qo'yadi. Bir farishtalar nido qiladi dedik. Mana shunday holatlardan farishtalar biladiki, Ramazon oyi kiribdi deb. Alamadul malaikati dukhul shahr deb. Malaikalar uchun bir alomat bo'ladi Ramazon oyining kirganligiga. Va ta'zim hurmatihi, va Ramazon oyining hurmati buyuk ekanligiga alomat bo'ladi. Va man'i shayatin min adal mu'minin. Va shaytonlar mu'minlarga ozor berishidan man qilinishiga ham farishtalar uchun bir alomat bo'ladi deyapti. Mana shu holatlardan Ramazon oyi kelganligini ular farishtalarga bu alomat bo'ladi deyapti. Ba'zi ulamolar shunday sharhlagan yuqoridagi hadisda. Yana ba'zi ulamolar aytadiki, yahtamil an yakuna isharat ila kathrati thawabi wal afwi. Ramazon oyi kelishligi, Ramazon oyi kelgan paytda savob va kechirishlikni ko'paytirishlikka ishora bo'ladi. Ramazon oyi kelganda savobli amallar ko'p qilishlik kerak. Mana yuqorida yunadi munadi bir nido qiluvchi farishta nido qiladi dedi-ku, ya bag'il xayr, ey yaxshilik xohlovchi, aqbil, Ramazon oyi keldi, yaxshilarga buril deb payg'ambar alayhisalom aytdi, yaxshilarga shoshilib qoldi payg'ambar alayhisalom aytgan hadisda ulamolar mana shuni sharhlaydi. Savobli amallarni ko'paytirishlik va kechirishlikni ko'paytirishlik. Va anna shayatin yaqillu igwahum fayasiruna kal musaffidin. Shaytonlarni kishanband qilinishligi, ularni vasvas qilishligi oz bo'lib qoladi. Shaytonlarning kishanlanishidan maqsad nima ekan? Ularni musulmonlarni vasvas qilishligi, gunohlarga undashligi ozayib qoladi. Fayasiruna kal musaffidin. Ularning misoli xuddi kishanlanganga o'xshab qoladi. Yuqorida payg'ambar alayhisalom shaytonlar kishanband qilinadi degan so'zdan maqsad nima ekan? Maqsad xuddi masalan bir insonni kishanband qilib qo'ysa, biz ko'zimiz bilan ko'rib turamiz kishanband qilinganligini. Lekin bu hadisda haqiqatda bunday kishanlanmaydi deydi ulamolar. Xuddi kishanlanganga o'xshab qoladi deydi. Kishanlanganga o'xshab qoladi. Musulmonlar gunoh ma'siyatlarni qildira olmay qoladi deydi. Mana shunday deb hadisni sharhlashgan. Wa yahtamil yakunu fathu al-abwab al-jannati ibarat am yaftahu Allahu li'ibadihi min ta'at.
Mana yuqorida hadisda jannat eshiklari ochiq bo'ladi dedik. Jannat eshiklari ochiq bo'lishidan maqsad nima desa, jannat eshiklari ochiq bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo o'z bandasi uchun toatlarni Alloh taolo yengil qilib qo'yadi. Jannat eshiklari ochilishidan maqsad nima ekan? Jannat eshiklari ochilishidan ma'no Alloh subhanahu va taolo o'z bandasi uchun o'ziga itoat qilishlikni, yaxshi amallar ko'p qilishlikka Alloh taolo yengil qilib qo'yadi. Va zalika sababu lidukhulil jannah. Mana shu yaxshiliklarni, toatlarni qilgandan keyin bu jannatga kirishlikka bir sabab deyapti. Va ghalqu abwabun nar. Jahannam eshiklari yopiq bo'lishidan maqsad nima? Ibaratu an sarf al-himami an al-ma'asi al-aylatu bi ashabiha ila an-nar. Gunohlarga himmatni burilib qolishligi. Ramazon oyi kelgan paytda jahannam eshiklari yopiladi. Jahannam eshiklari yopilishidan ma'no nima desa, ulamolar aytadiki, gunoh qilishlikka himmatni ozayib qolishligi. Va gunohkor bo'lgan insonlar jahannamga olib boradigan yo'llardan burilib qolishligi. Demak, jahannam eshiklari yopilishidan maqsad shu. Inson gunohlarni qilishligi ozayib qoladi. Bu ham Ramazon oyini fazilatlaridan. Va tasdifu shayotin, shaytonlarning kishanband qilishidan maqsad nima desa, iboratan ta'jizihim anil ig'wa'i va tazyinul shahawat. Mana yuqorida shaytonlarning kishanband qilinadi dedik. Shaytonlarning kishanband qilishidan maqsad nima desa, shaytonlar musulmonlarni vasvas qilishidan ojiz bo'lib qoladi. Va ular musulmonlarga shahvoniy bo'lgan amallarni zinatli ko'rsatishidan ojiz bo'lib qoladi. Mana Ramazon oyidan boshqa oylarda bunday emas. Faqat Ramazon oyida shunday. Tushunarligi, mana jannat eshiklari ochiq bo'lishligi, jahannam eshiklari yopiq bo'lishligi, shaytonlar kishanband qilishidan maqsad shu. Takror aytib qo'yamiz. Jannat eshiklari ochiq bo'lishidan maqsad Alloh taolo o'z bandalariga yaxshiliklarni qilishni yengil qilib qo'yadi. Jahannam eshiklari yopiq bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo o'z bandalarini, musulmonlarni Alloh taolo gunoh qilishlikdan burib qo'yadi. Gunoh qilishlik oz bo'lib qoladi. Shaytonlar kishanband bo'lishligi, shaytonlar musulmonlarni vasvas qilishidan ojiz bo'ladi va shahvoniy bo'lgan narsalarni zinatli ko'rsatishidan ojiz bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga yetkazsin.